Do'stlar qaranglar, pulli o'yinlar boshlayapmiz. Sunnatullohning bugun tug'ilgan kuni ekan. Mana Qo'qondan boshladi. Dang'ara tayyor turinglar. Qani Sunnatulloh, mana 2 million pullar ko'ryapsizlar. 6-7 million pul bor. Tepadan bitta siqimlaysiz chiqqani sizniki, ketdi. Yo'q. Ha, tepadan soling. Bitta yaxshilab siqimlang. Yaxshilab siqimlang. Chiqqani sizniki. Bir qo'lda, ha. Teryaptimi, siqimlayapti. Ha, oling. Oling, Bo'ldi, ustiga qo'ying endi. Davay, qani sani. Ha, Sunnatulloh. Terib ekan bu bola. Bergan ekansiz. Bu bola chaligina qani heroysi ham bo'laverar ekan, ekskavatordan ham o'tib ketdi hozir. Sunnatullohga 244 ming pul qo'liga chiqibdi, mana deysiz. 244 ming silganiga qo'yil. Qarang, endi qadrli do'stlar, sizlar ham yo'limdan chiqqan mana shunaqa bitta qo'lni siqimlab, mana shu olgan pullar sizlarga bo'lishligi uchun menga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Sharti bor buni. Mana meni Instagramga obuna bo'lasizlar, hamda mana bitta Telegram kanalim bor. Bittangizga obuna bo'lasizlar. Mana 60 ta homiylarim bor, mana kirganlarda mana. Homilarimga mana shunaqa podpiska bosib qo'yasizlar. Mana bo'ldi, 60 tasiga bosib qo'yasizlar. Eng qizig'i men 5 ta spark qo'yganman. 5 ta sparkdan yutib olishlar mumkin. Undan tashqari mana shunaqa butun vodiy bo'ylab sayohatda yo'limdan chiqib qolsanglar, ko'chalarda ko'rsanglar, shart bajargan bo'lsanglar meni to'xtatinglar yoki odamlar gavjun joylarga to'xtaymiz. Shartlar bajarganlarga, bizga obuna bo'lganlarga mana shunaqa bitta qo'lida shunday qilib turib, qanchalik olish imkoniyatini beramiz.